Aziz do'stlar, barchamiz uchun xayrli, barakotli bo'lgan shunaqa ulug' oyimizda sizlarga kattadan katta rahmat aytmoqchiman. Avvalambor mana shu bizga ishonch bildirib, biz bilan shuncha yildan beri bizni klinikamiz bilan hamkorlikda va bizga ishonch bildirib kelib, bizlarda operatsiyalar o'tkazayotgan nafaqat migren xirurgiyasi bo'yicha, barcha xirurgik yo'nalishlar bo'yicha bizning 25 yillik klinikamizga ishonch bildirib, tibbiy xizmatlarimizdan foydalanib va bundan rozi bo'lib, bizani rozi qilib ketganinglar uchun kattadan katta rahmat aytmoqchiman. Biz juda baxtli klinika va baxtli shifokorlarimiz barchamiz. Negaki bizdan minnatdor bo'lib ketuvchi bemorlarimiz, patsientlarimiz soni juda ham cheksiz, juda ham ko'p. Buni isboti o'laroq aytishim mumkinki, biz ikkita akkaunt yurg'izamiz. Barchalarga ma'lum, Medas.uz hamda Migren.uz akkauntlarimizda shu tepada oynachalari bo'ladi, maxsus biriktirilgan. Shu akkauntlarda o'sha bemorlarni, patsientlarning fikri, ya'ni otziv degan oynachalarni agar tekshirsangiz, men ishonch bilan aytamanki, hech bir klinikada bugungi kunda bunchalik otziv, yaxshi fikr qoldirgan bemorlar soni bunga yetmaydi. Chunki bizda har bir akkauntlardagi akoshkalarimiz to'lib, keyingisini ochishadi mana yigitlar. Har bir akkauntimizda 3 tadan, 4 tadan, 5 tadan yaxshi fikrlar qoldirgan, bizni xizmatimizdan rozi bo'lgan, klinikamizdan shifo topgan bemorlarimiz soni sanoqsiz. Bu o'zimiz ham hisobiga yetmaymiz. Buni ba'zilarini siz akkaunt orqali ko'rasiz. Mana yigitlarimiz qo'yib borishadi. Men buning uchun nima demoqchiman? Kattadan katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Barcha bemorlarimizga ishonch uchun va bizni hurmat qilishganligi uchun va biz uchun shunaqa yaxshi odzivlar qoldirishganligi uchun kattadan katta rahmat aytmoqchiman. Oilalariga baxtlik, tinchlik, xotirjamlik, eng asosiy kerak bo'lgan ne'mat bu sog'liq ne'matini barcha bemorlarimizga tilab qolmoqchiman. Barchalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi yana shu asnosida mavzu ko'tarildi bugun administrator qizlarimiz tomonidan. Shu menga odatda men nafaqat xirurgman, qolaversa shu Medas klinikasining rahbariman. Shuning uchun har bir voqeadan xabardor qilib turishadi administratorlar. Mana bugun ham ikkita migren xirurgiyasini o'tkazdik. 20 tadan ortiq konsultatsiyalar bepul o'tkazdik. Kecha ham xuddi shunaqa. Har bir kunimiz shunaqa bemorlarga yordam berish bilan o'tadi. Biz bundan baxtiyormiz. Biz o'z kasbini fidoyi insonlarimiz. Biz bu kasbni sevamiz va bunaqa ishlashimizdan biz benihoya minnatdormiz va shukr qilamiz. Demak, guruch kurmaysiz bo'lmaydi deganlaridek, ba'zida shunaqa negativ xabarlar deyiladi. Bu hozirgi kunda juda mashg'ul bo'lib ketgan xabar qoldirish internet tarmoqlarida negativ yoki salbiy fikr yoki asossiz fikrlarni qoldirish. Mana shuning uchun bizga har doim shunaqa temalar bo'yicha internetdan olingan yaxshi xabarlar va orasida bir ikkita o'sha kurmaylarini ham kirishadi. Chunki men har bir xabardan voqif bo'lib turishim shart. Shunga qarab biz o'z xatolarimiz, kamchiligimiz, yutug'imizni hammasini joyiga joylab yurib boramiz. Bugun so'rashyapti administratorlar, biz shuncha harakat qilsak, shuncha yaxshi ishlasak, bemorlar uchun ishlasak, asossiz salbiy fikrlar ham qoldirishyapti. Nima negativ yozish bu kasallikmi deb so'rashyapti mendan qizlarimiz. Men shunaqa javob beramanki, negativ qoldirish, asossiz salbiy fikr qoldirish bu kasallik emas. Bu bir necha sabablari bor bunga. Bu insonlarga men o'ylaymanki, boshqa shifokorlarimiz ham shuni eshitishsa va shunga amal qilishsa foydadan xoli bo'lmaydi va barcha uchun, omma uchun biz chiqaramiz bunaqa kontentlarimizni. Shuni aytmoqchimanki, asosan negativ fikrlar, salbiy fikrlar u shifokor to'g'risida bo'lsin yoki boshqa kasb egasi to'g'risida bo'lsin, hozir juda ham rivojlanib ketgan. Shukurki, bizda bu onda sonda uchraydigan fikrlar har doim biza bemorlarimizdan, shu boshqa kuzatuvchilarimizdan har doim ijobiy fikr, ijobiy yondashuv, duolar eshitib qolamiz. Barchalar duo qilishadi. Mana ayniqsa shunaqa muborak oylarimizda juda ko'p duo biza Xudoga shukr, Allohga shukr, yaratganga shukr. Negativlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, qaysi insonlar negativchilar bo'lishi mumkin? Qanaqa insonlar? Nega yoki yolg'on negativlar yozuvchilar nega unaqa bo'lishi mumkin? Buni men 5 toifaga bo'lib berishim mumkin bo'ladi. Bu insonni kasallik emas, o'zini, u insonning psixologiyasi va muhiti, u qaysi muhitda, demak, o'sgan, rivojlangan, katta bo'lgan yoki bo'lmasa uni yaxshi shaxsiy holati, ichki kechinmalari o'laroq bu negativ
negativ qilish mumkin bo'ladi. Birinchi toifasi bu e'tibor talab insonlar degan bo'lardim. Bu e'tibor izlovchilar. Demak, bular barchani e'tiboridan chetda bo'lgan insonlar. Bular e'tiborga talab. Bular shunaqa salbiy fikr qoldiradiki, yolg'on bo'lsa ham, qachonki ularga agar javob qaytarsangiz, bu o'zini muhimligini, o'zini qaysidir bahoga ega ekanligini shu orqali isbotlashga harakat qiladigan insonlar. Ikkinchi toifadagi insonlar bular ichida g'azabi, agressiyasi va xafalik tuyg'ulari bo'lgan insonlar deb aytishim mumkin. Bular ko'proq shu o'zini agressiyasini shu internet tarmoqlarida agressiv xabarlar qoldirish, yolg'on xabarlar qoldirish bilan shu o'z ichini bo'shatadi. Chunki boshqa ilojisi yo'q uni. Faqat virtual hayotda o'zini bo'shata oladi. Hayotda o'z o'rnini topmagan insonlar odatda shunaqa kimdandir hayotdan xafa bo'ladi. Uchinchi toifasini aytishim mumkin. Bular hasad qiluvchi. Ko'pincha bu klinikalar orasida ham bo'lishi mumkin, boshqa kasb egalari orasida ham bo'lishi mumkin. Hasad yuzasidan qaysidir bir mutaxassisni o'sha yutuqlarini yoki qaysidir bir jamoani yutuqlarini ko'ra olmaslik, hasad qilish oqibatida demak shunaqa negativ xabarlar qoldirishi mumkin. To'rtinchisini aytgan bo'lardim, bu fake akkauntlar. Maxsus bu akkauntlar yaratiladi. Ko'pincha shu yaxshi jamiyatlarni, bularni yana trollar deyiladi. Bular ko'pincha shu har xil janjallarni keltirib chiqarish, jamiyatni izdan chiqarish, non-tekis shunaqa qaysidir ma'nolar, qaysidir harakatlarga erishish oqibatida ko'pincha buni tekshirsangiz akkaunti fake bo'ladi. Bu o'zi mavjud bo'lmagan, uni chiqmagan akkauntdan yozishadi. Endi 5-toifasini aytadigan bo'lsak, negativni shu negativ yozishdan maqsad shu mavzuni yoki bo'lmasam bir vaziyatni tushunmasdan turib tez xulosa chiqaruvchi odamlar ham negativ yozishi mumkin. Men shuni misol tariqasida aytishim kerakki, mana qizlar olib kirgan, endi bu bizani g'azabimizni chiqarmaydi. Negaki, men hozir 3 ta shunaqa xabar bo'yicha ma'lumot berib o'tishim mumkin. Shu negativchilarni ham eshitib o'ylaymanki, to'g'ri yo'lga tushib ketishadi deb. Birinchi negativ aytayaptiki, biz Medas klinikasida operatsiya qildirdik, bosh og'rig'imiz qolmadi. 30 milliondan oshiq pulimiz ketdi deyapti. Bu albatta fake account trollar deb aytaman. Negaki, Medas klinikasida hech qachon migren operatsiyasi 30 million turmagan. Har doim eng minimal 10 million, biz har doim buni aytib o'tamiz, 10 milliondan 20 million so'mgacha turadi bu operatsiyamizning narxi. Bu albatta biz har bir akkauntni tekshirib chiqamiz, kimligini borib aytamiz. Tekshirish natijasida bu fake akkaunti bo'lib, trollar tomonidan yozilgan, nima maqsadda o'zi biladi. Shunaqa bo'lib chiqdi. Bu birinchisi. Ikkinchi xabar, demak, yanvar oyida xabaringlar bor. Biz 50% chegirma asosida ko'p bemorlarga yordam berdik. Biz 200 ga yaqin operatsiyalar o'tkazdik. Bu albatta bizning jamoamiz tomonidan bepul bajarilgan operatsiyalar bo'ldi. Biz faqat 50% chegirma qilganimizda faqat shu bemorga ketadigan xarajatini olamiz xolos. Shunda bir bemorimiz bo'lgan ayol kishi, juda zo'r ayol, viloyatdan aytmayman qaysi, onalari, uydagilar bilan kelishgan, operatsiya qilganmiz, xursand bo'lgan. Ma'lum vaqtdan keyin kelganlar isitmalab, bir oydan keyin shu ko'rganimizda biz shunaqa bir oydan keyin, demak, уже fevral oyida ko'rib chiqdik. Hech qanaqa xirurgiya tomonidan demak kamchilik yo'q, faqat subfibril temperatura. O'sha paytda asosan mana fevralning boshida virusli infeksiyalar bo'ldi. Ko'p biz shahrimizda, davlatimizda, shu mamlakatimizda virusli infeksiya bo'ldi. Biz shunga xulosa qildikki, u bemorimizga ham tushuntirdik. Mana xirurg tomonidan hammasi yaxshi. 2 kun yana kuzatuvda olib qoldik. Temperatura sekin-asta tushadi. Ko'proq suyuqlik iste'mol qilish va hokazo bir-ikki yordam choralarini ko'rsatib, yana qaytardik yurtlariga. Shundan keyin bemorimizni Toshkentda yashovchi xolalari tomonidan negativ yozilyapti. Eng qizig'i, men sizlarga buni Alloh yo'lida eslatish uchun yozyapman deb yozyaptilar. Meni jiyanim shu Medas klinikasida migren operatsiyasi bo'ldi. Bir oydan beri isitmalab yotibdi. O'ylab boringlar, bormanglar degan fikr qoldiryapti. Buni biz albatta akkauntdan qidirib topib, bu qiz bilan bog'landik, bemorimiz bilan. Bemorni so'zlarini o'qib berishim mumkin. Hamidlaki, sizni oldingizda uyatli bo'lib qoldim. Uzr, shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Menda hammasi yaxshi, bosh og'rig'im yo'q, isitmam yo'q degan javob keldi bu qizimizdan. Bu yerda nima bo'lyapti? Bemor rozi, bemor sog', onasi rozi, onasi sog'. Uydagilari hammasi rozi qilingan operatsiyadan, bosh og'rig'i qolgan. Lekin Toshkentda yashaydigan xolasi norozi. Yolg'on xabar bu. Bir oy hech qanaqa isitma bo'lmadi. O'zim shaxsan kuzatdim. Bir hafta
o'tar o'tmas bu ismalari tushib joyiga ketdi. Bu virusli infeksiya edi. Operatsiyadan keyin 1 oydan keyin bo'lgan edi. Men aytaman, bu bitta misol. Uchinchi misol aytishim kerakki, bir hafta 10 kun atrofida men er-xotinlarni bepul konsultatsiya qildim. Ayol kishida migren bor, tashxis qo'ydik, operatsiya taklif qildik, surunkali migren. Turmush o'rtog'i so'radi mendan, shu operatsiyani qilsangiz 100% garantiya berasizmi? Mendan tabiiyki javob bo'ladi, har doim men 1% ham garantiya bermayman, chunki men sizga o'xshagan bandaman. Farqimiz shundaki, meni tibbiy ilmim bor. Allohdan shifo so'rang, garantiyani Alloh yaratgandan so'rang, ishonsangiz keling ishlaymiz. Tamom. Jahl bilan chiqib, o'sha kuni erkak kishi yozyapti bizaga, meni shaxsan intervyuimni tagidan negativ xabar. Kecha borib keldim, 1% ham garantiya bermayman deb aytdi bu doktor. Hamma gapirgan gapi yolg'on. Endi bu kulgili holat. Endi hammani fikr doirasi turlicha. O'rtoqlar, men har doim aytib o'taman aziz do'stlar, meditsinada bu garantiya degan, kafolat degan so'z bu nojoiz. Biz hech qachon bu sizga operatsiya qilsak buncha foiz garantiya 50 ga 50, 30 ga 70 yoki 100% degan garantiya so'zini ishlatmaymiz. Bu sal fikrlasak o'zi bilamiz. Nimagaki tirik jonga hech qaysi davlatda, hech qaysi tibbiyot rivojlangan davlatda ham garantiya so'zi ishlatilmaydi. Garantiya kimga ishlatiladi? Maishiy texnikaga, tikuv mashinasini tuzatsa, soat tuzatsa, kir yuvish mashinasini tuzatsa garantiya beradi. Shuning uchun tirik jonga hech kim garantiya bermaydi. Ishonsangizgina shu har doim shuning uchun aytib o'tamizki, biz ishlaymiz bemorlarga shifo berish uchun. Shuning uchun ham har doim aytib o'tamanki, bizni to'lovlarimiz, usullarimiz mo'tadil, chet el bilan solishtirganda farq ancha. Shuning uchun ham bizning asosiy maqsad pul ishlash emas. Bu yerda bemorlarga yordam berish, shu regionda shu xirurgiya yo'q, biz olib kelib shuni yordam tariqasida tarqatyapmiz. Bundan juda mamnunmiz. Bundan tuzalgan bemorlarimiz juda ham ko'p. O'zingizga ma'lum, men takror aytaman, statistikamiz 96-98% bemorlarimiz butunlay migrendan xalos bo'lishadi. 2-4% da 10 balli orollar 2-3 ballga tushishi mumkin, 30 kunlik orollar demak 5-6 kunga tushishi mumkin va qo'shimcha kasali bo'lgan bemorlarda og'riq bezovta qilishi mumkin degan holatda har doim aytib o'taman. Bu ochiq bizning statistika. Biz bu yerda hamma narsa shaffof Medas klinikasida. Men shu nima deyman? Mana o'zingizga havola, fikringizni qoldiringlar. 3 ta negativ salbiy fikrlar yuzasidan, negativchilarga esa yuqorida aytib o'tgan 5 ta toifadan qay biriga kirishini o'zligi aniqlab olishsin. Yana bir bor bizani sevib kuzatuvchi va bizaga yaxshi fikrlar, ijobiy fikrlar yozuvchi va bizadan rozi bo'lgan bemorlarga, umuman hali operatsiyaga kelmasdan turib, o'sha Rossiyadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Turkmanistondan, mana oxirgi paytda ko'paydi Turkmanistondan bizaga kelishni niyat qilib xursand bo'lib, o'zimizni butun viloyatlardan, Toshkent shahrimizdan yozadigan, har doim bizani qo'llab-quvvatlaydigan bemorlarimizga, kuzatuvchilarimizga kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz va biz ham sizni har doim qo'llaymiz. Har doim siz uchun Medas klinikasi eshigi ochiq va har doim sizni imtiyozli qabul qilishga har doim tayyormiz. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni asranglar. Ro'za oylarida faqat yaxshiliklar bilan shug'ullaninglar. Rahmat hammaga.